menga qara, parkka kirgandan keyin uni olib bering, buni olib bering deb ming'ir-sing'ir qiladigan bo'lsang. Shuni ko'tarib uyga borib tashlaymiz, tushundingmi? Ketdik. Aka, jiyanchaga sharob bermaysizmi? Dada, sharob bering, dada, sharob bering. Buni kirmasi boshlayapti-ku. Nech pul? 50 ming. 50 ming? To'ba qildim. Yo o'g'lim 50 ming qimmatda, shart emas aka. Shu odamga sharob oldirmasam, uyga ketmayman. Shu alternativ bog'ning tabiati shunday yoqadi menga. Buni qara, piknik qiladigan zonalarni qara, shunday zo'r ekan. Ey bolakay, sharob yeysanmi? Dada, sharob bering. Bor yo'q holi, olib bermayman baribir shar. Barib oldiraman, qarab tur. Shar. Vo, uni qara, xotin, karting zonalari ham bor ekan. Kichkinalar uchun alohida, kattalar uchun alohida kartinglar bor ekan. Sharchini qara. Shar. Uka, men harakat qilib baribir olib bermayman. Sharing qimmat. Buni qara, onasi 28-iyul soat 18:00 da Xonzoda do'stlari katta shou konserti bo'lar ekan. 50 dan ortiq san'atkor bloger do'stlari ham kelar ekan. Katta shou konsert bo'ladi hali. Sharla. O'ldiraman seni, bo'lku. Una mattina sono alzato, oh bella ciao, bella ciao. Lekin zo'r park ekan. 28 ga boraman konsertga. Bitta qoldi, shuni oling aka. Bu ana o sharchi bola-yu parkdagi, uygacha ketdi. Yo'q-mayo. Bo'pti, ber. Men o'g'lim, hech pulida 50 ming. Mana. Yorildi dada. Voy, onasini ham sen. Ketdimi 50 ming? Endi nima qilamiz? Shu ortiqcha. Let's go, la la la. Bichamador istagan. Chaqirganda ayol kishi kemas. O zo'r video ekan. Xotinga tashlab qo'yay. Mana. Homilador ayollarning erlari qilishi mumkin bo'lmagan 5 ta xatolik. Zo'r video chekkan. Erimga tashlab qo'yay, zo'r ahvolimni tushunsalar. Biz aytamiz ayollarga, "Voy, eringni telefonini kavlama." Yomon zo'r videolar chiqyapti-da, ketdi xotinga. Bolangiz uchun zararli bo'lgan top 3 ta dori. Dadasi, bachalagan shu dorini bermaslik kerak ekan. Qarang, video tashladim. 3 yoshdan oshgan bolalar uchun neyrogimnastika mashqlari. To'xta, sirasi xotinga tashlab qo'yay. Xotin mana videoni ko'rdi, bolani kuniga mana shu mashqlar bilan shug'ullantirgan, xo'pmi? Xonsaroyning Muhabbat shahri loyihasidan 2 xonali uylarni boshlang'ich to'lovini 3 ga bo'lib xarid qiling. 41 million so'mdan tushar ekan. Dadasi, qarang, uy olaman deyotganmiz, zo'r variant chiqib qoldi, bosib olish kerak. Agar sizning oyoqlaringiz surunkali ravishda og'riyotgan bo'lsa, Как раз kampirda oyog'i og'riyapti, tashlab qo'y. Kampir shu doktorni ko'rchi, если что shunga olib boraman. Bugungi darsimizda bomdod namozini to'liq o'qishni o'rganamiz. Boboyga tashay. Boboy, boshlasangiz ham bo'laydi. Yosh ham bitta joyga yetib qoldi. U yo'qni ham o'ylang. Iye, chol, telefonga berilib qarib qopmiz-ku. Shuncha umr qanday o'tdi? Kampir, shuncha umr bir-birimizga video tashlash bilan o'tdi. Zayka umr. Umr o'tar, vaqt o'tar.